payg'ambarimiz alayhissalom mana hozir Muoz ibn Jabalga dakki berdilar. Bir qavm Muoz bizga namozga o'tganda juda uzoq sura qilib yuboryapti deganda dakki berib aytdilarki, qisqa suralarni o'qib namozga o'tib berdi dedilar. Vaholanki Qur'onni uzoq o'qish savob emasmi, ibodat emasmi? U bizdaqa mehrobga o'tadigan va ba'zi bir joylarda mehrobga o'tadiganlarga tegishli. Taqvodorligingni uyingda qilasan. Tahajjudda qilasan taqvodorligingni. Men mehrobda qilmayman, men aytdim 11 ta Subhana robbiyal a'loni sajdada aytib, 11 ta Subhana robbiyal azimni rukuda aytib. Qil, tahajjudingni qil. 300 marta ayt, sajdada qolib ket. Kerak o'zi 5 pora birinchi rakatda o'qigin. O'zingligingda qilgin buni. Namozda qavmga malol keladigan darajada namoz o'tib berish makruh bu. Ya'ni tez ham o'qib berib bo'lmaydi. Sekin ham o'tib berib bo'lmaydi. Tezda ham qiynaladi kasal qarilar, sekinda ham qiynaladi kasal qarilar. O'rta me'yor. Kasal davleniyasi bor, qarilar qiynalmasin o'tirib turishga ham. Sekinda ham qiynaladi, tezda ham qiynaladi. Mana din, o'sha mo'tadillik dini hatto namozda odamlar rioyasini qilyapti. Namozda. Din shunisi bilan go'zallar. Din deganda biz nimani tushunamiz? Biz to'ydan oldin xatmi Qur'on qilish tushunamizmi biz? To'ydan oldin xatmi Qur'on qilsin degan joy biror joyda yo'q. Hech qayerda yo'q bu narsa. Qilsin degan joy. Mana men o'zim qulog'im bilan eshitgan narsani aytaymi? Biz endi eshitganim bu, eshitmaganim qanchaki. Xatmi Qur'onga hisoblab o'tirish bilan nech pul ketar ekan, qana bo'lar ekan. Nimaga deb o'ylaysiz? Puli yo'q, xatmi Qur'on qilish kerak deyapti kimdir. Yo'q, qayerdan topoldilar bu narsani? Mana men uyda necha marta to'y qilsam, biror marotaba xatmi Qur'on qilmaganman va qilmayman. Qilmayman. Kelajakda ham tirik ekanman, qildirmayman. Aka ukam o'zimga tegishli a'zoni qildirmayman. Nimaga deb o'ylaysiz? Men o'zim ahli Qur'onman. Qori bo'lib 30 porani yodlamagan bo'lsam ham, lekin 30 pora Qur'onni o'qib, ta'lim berib, bemalol o'qib foydalanaman. Nimaga qilmayman deb o'ylaysiz? O'sha qiladigan akam xatmi qilamansa, ber o'sha 10 millioningni unga ber deyman. Ana xatmi Qur'on senga deyman. O'zing o'qi, uyingda xotin bola chaqang bilan, o'g'ling bilan o'zing o'qi o'sha xatmi Qur'oningni deyman. Bu Qur'ondan yo Qur'onning savobidan, barakotidan qanaqadir gumon qilgandan yo boshqa narsa qilgan. Nauzubillah, Qur'onga hurmatsiz insonni kofir qiladi o'rnida kofir qiladi. Bu suhbatimizni kelajakda yo hozir eshitib, haligi Qur'onga kamoli muhabbatlarini to'ydan oldingi xatmi Qur'onda ko'rsatadigan chala bilimdonlarga tegishli bu. U Qur'onga muhabbat to'ydan oldingi xatmi Qur'onda bilinmaydi bu. Uni amalida bilinadi bu. Alloh Qur'onda aytganmi, kibr qilmadi? Qilma kibr. Qur'onda aytganmi, aldamadim. Yolg'on gapirmadim, tarozidan urmadim. Muhabbating bo'lsa shunga amal qil. Namoz o'qi degan. Halol ye degan, zino qilma degan, g'iybat qilma degan. Shunga amal qil. Agar Qur'on va hadisga muhabbat nima bilan bo'ladi? Alloh va uning rasuli bo'lgan payg'ambarimiz alayhisalomga muhabbat nima bilan bo'ladi? Mavludda turib yig'lash bilan bo'ladimi? Payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlariga amal qilish bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom namozda o'qib bo'lganlardan yugurib chiqib ketganlarda sahobalar qo'rqib ketgan. Qo'rqib ketishgan nima voqea bo'ldi ekan? Orqalaridan borib surishtirishganda Payg'ambarimiz alayhissalomdan nimaga buna voqea bo'ldi so'rashganda, uyimda kerak bas narsa bor edi. Shu kerak bas narsa uyimda turishdan qo'rqdim, bitta muhtojga berib keldim degan ekanlar. Qani o'sha Rasulullohga muhabbatim bor deyki, uyingda to'la yotibdi narsang. Berdingmi ikkita tuflingni bittasini qiynalganga? Men nima demoqchiman? O'qing Qur'on, o'qiting Qur'on, eshiting Qur'on, gap yo'q unisiga. Lekin marosim qilib o'qitmay o'sha narsani. Nima domlalar sizlarga marosim uchun kerakmi faqat?
bor narsa bor, mana nikohning marosimi bor, sunnatda, aqiqa bor, bu bor narsa bu. Mayli qiling. Yo'q, shu mahallam suhbat eshitsin degan ma'noda bo'lsa, bu bor, xo'p. Lekin ha desa, bolamni xatna qildiraman, to'y. Qayerda bor bu narsa? Ko'ryapsizmi? Din o'zi mo'tadillik dini edi, din o'zi yengillik dini edi. Kim og'ir qilib olyapti ekan? Biz o'zimiz og'ir qilib olyapmiz. Dinda yo'q narsani dinda bor deb qilish nima degani bu? Payg'ambarimizga tuhmat, payg'ambarimizga xiyonat bu. Xuddiki na'uzu billah payg'ambar bilmagani men bilaman degandek bo'ladi. Nimaga? Payg'ambarimiz alayhissalom hayotlarida qilgan ishlari dinda bor narsa. Qilmagan ishlari dinda yo'q narsa. Bu nima degani? Payg'ambarimiz alayhissalom hayotlarida qilmagan va gapirmagan narsalarini dindan deb qilsak nima degani bu degan? Ha, Alloh Qur'onda din Allohning dinimi? Ha, Allohning dini. Ha, Alloh dini haqida ma'lumot bergan, informatsiya bergan Qur'onda al-yawma akmaltu lakum dinakum, dining komil bo'ldi deydi. Komil bo'ldi nima degani? Qo'shsham, olisham kerak emas. Yo siz, yo men, yo boshqasi kimki dinda yo'q narsani dindan deydi. Qilmasa bo'lmaydi. Buna qilmasa bo'lmaydi. Ashi bo'lmaydi deb 4ta 5ta bemazani gapiga kirib, dinda yo'q narsalar dindan deb hayotimizga kirib ketib qoldi. O'likni ko'tarib olgan ekan, janoza vaqtiga 3 minutmi, 5 minut qolgan ekan, bitta o'sha yosh katta odam, endi yosh katta degani u aqlli degani emas u. Voy, saloti janoza demaguncha qo'yib bo'lmaydi. Bilimdon. Sen kalling bormi seni? Xo'p, yoshing nechidadir? Qayerdan topding sen bu narsani? Ko'tartirib qo'yganmi? Shu o'tirishibdi 5 minut, 10 ta 15 ta odam 5 minut desa, saloti janoza demasa qo'yib bo'lmaydimish. O'sha mahallada o'sha bilimdonlar aralashmang siz din ishiga. O'sha dasturxonchiligingizni qiling, stol stulingizni toshing, dasturxoningizni tuzing, aralashmang. Shunda bilimdonlar ko'payib qoladi. O'sha dinda yo'q narsalarni dindan deydi, yosh katta deydi, ha desa palonchi deydi, unga nom ham qo'yib olgan, mahal bu domla bu deb qo'yadi. Ha, soqol tutsa domla bo'lib qoladimi? Harom bo'lmaganda qirib chiqardim keyingi jumada mashina. Men nima domlalardan chiqib ketaman, shuni qirib olsam mashina. Mana nechta soqoli bor odam o'tirdi. Domlami shular? Ha, palonchi otini oyat. Xo'p, ne surishtirsangiz, Kiril harfda bitta alhamdu o'qiganda 35 ta xato qiladigan, shu mahallalarda Qur'on o'qib yuradigan ayol, otini oyimish. O'sha kishi men aytibdilarmish, uyga archa ekib bo'lmaydi. Sal mana xo'p, to'g'ri kelgan odamda doktor keling, men qornim og'riyapti, yorib tuzatib bering demayapsizmi? Nimaga to'g'ri kelgan odam dindan gapirsa eshitib ketaverasizmi? Biz nima qilyapmiz maytda biz? Biz nima, siz oshingizni yegan domla bo'libmizmi biz? So'rang. Alloh Qur'onda so'ra degan. Ha, bugun kitoblar chiqyapti. Bu ne'mat bir tomondan. Ikkinchi tomondan-chi. Ha, kitobni o'zini o'qib, tushunib, bo'ldi, shu ekan deb amal qilib ketayotgan. Natijada adashib qolayotgan qancha. So'rang. Bitta narsada o'ylandingizmi? Alloh nima degan? Fasalu degan. Ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bilmasalaring bilganlardan so'ranglar degan. So'rang, Xudo xayr bergur. Bering savol. Mana jumada chiqsin savollar. Oxirgi 10 minutini yo 20 minutini savol-javobga qilaylik. Bering savollar. Dinda noto'g'ri tushunishligimiz oqibatida bid'atlarga sho'ng'iymiz. Dinni noto'g'ri tushunishligimiz oqibatida qiyinchiliklarga yo'l qo'yamiz. Yana qayta aytaman, mana dinni o'rgangan sifatida men aytaman, dinni o'rganingda, dinni bilingda maza qilasiz. Shunaqa bo'lar ekan-ku devorasiz. Men aytayapman-ku sizga, mana hozir bilganim uchun men aytayapman. Mana men necha marta nima uyda to'y bo'lgan bo'lsa, men xatmi Qur'on qilmayman-ku. Qizg'onib yo pulim yo'qligidan emas. Qiladigan bo'lsa, o'sha xatmi Qur'onda qiladigan dasturxoningni mana o'zimning mahallamdan nechta qiynalgan borsiz topasiz. Sizning mahallangizda men topib beraman. Qiling shunga, o'shanga berib yuboring. Qizingizga baxt tilab, o'sha kambag'al, yetim, o'sha beva, o'sha
dorisi yo'q odam bering, o'sha duo qilsin, men qilmay o'sha duo, o'sha qilsin. Men to'qqa yedirmang, men qornim to'q mani. Menga yedirmang shuni, o'shanga yediring. Ko'p aytaman, mahallada dijurniy doim ehson kiradiganlar bo'lsa 45 ta. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Ayt deganda aniq, eshiklar aniq, palonchi pagunchi doim. Mana shu bodri, dirik betlar yorilib ketgan, qizarib. Hansa ketdi. Yeb chiqamiz. Ayni joylari qolib ketadi. Xarajat qilib bo'lib tarqatinglar. Qilmang uyingizda. Kim nima desin, qilmang. Xarajat shaklda, pul shaklda tarqatib oling. Shuna qilib beringlar. Shunda yaxshi bo'ladi, shunda go'zal bo'ladi. Dinimiz shu. Dinimizning ta'limoti shu. Din insonni suslashma deydi, din chuqurroq kirib ketma deydi. Mana u bir aytdimmi, aytmadimmi? Doya ayol olib kelib, xotinimni uyda tug'diraman deyapti-ku bitta bola menga. Ko'ryapsizmi? Bu nimasi bu? Xotinini uyda doya olib kelib, mikrob hamma yo'q bilan bolani tug'dirish taqvomi shu? Dinmi shu? Tayyor banisa turgan bo'lsa, strinni hamma yo'q toza, pokiza joy bo'lsa. Shunday tayyor joy turdi, bezopaslik hamma yo'q, chiroyli holatda qaraydigan joy bo'lsa. Pishirib betmi seni uyingda bola tug'dirib? U bir davrlarda bundan 70-100 yil oldin sharoit bo'lmagan uyda yo'lda tug'ib ketavergan.